Assalomu alaykum. Hormonlar. Ish plamastera e'tibor beringlar. Bu video plamastera haqida bo'ladi. Bu mechit bu. Boqrishamboa mechiti Hazarstagi. Bu yerda sinfdoshlarim jo'ralarni ishlab bitdi. Kafeni urib bitdilar, santexnik ishlarni, shu ishlarni aytib bitdilar. Bu yerda ne ish aytib bitdi, u haqida bo'tani yo'q. Gap hozir ashi ne haqida bo'ltirdi. Endi ishida yatibdi, to'g'rimi? Plamaster. 2-3 burun o'ylab yurdim men. Plamaster kerak edi menga. Endi bozor bag'im bilan yoddan chiqib yurdi. Bozor bag'im bilan olmay yurdim. Keyin bera keldim, plamaster yo'lib qoldi. 2 dona olib ketdim, lekin jo'ram yo'q edi u kuni. Lekin boshqalar aytib ketdim, 2 dona kerak, men olib ketmadim. Bemejek bozorga olib ketdim. Kimlar uchun bu? Öyle bu, kimler için namoz o'qigan joy, kimler için esa Xudoning uyi. Men endi Xudoning uyi dedim ben. Xudoning uyi bo'lgandan keyin endi mening ham uyimda etib, endi nisha tushasa bilmayman. Plamaster olib ketdim. 2 dona plamaster olib ketdim. Hozir ko'rsataman. 3 plamaster olib ketdim, 2 dona olib ketdim. Don uydadan 2 dona olib ketdim. Keyin jo'ram menga gapladi. Necha olib ketding? Uje olib borish 10 ming boradi dedi. Kun birini o'ylab yurdim, shu yerga olishi eldima chiqardi. Meni eldima chiqargan sababi ne bo'lib qoldi menga birinchidir. Behuda chiqarmandir buni degan maqsadda, haqiqatda eldima chiqardim, 2 olib ketdim. Birisi go'zasiz ama 1 dona kelgan edi. 2 dona olib ketdim. Birisini Qarasondan, birisini Gulkindan. Mesela sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Javobini kommentariyada kutaman. Doğru işlettirme, hata işlettirme. Şunu yazıp kaldım. Keyin bir de kilit emasibdi. Ya bir spesialni ko'pmi, ya bir yo'qolgan bo'lsa, birov ko'pmi, uni bilmadim. Kim kilitini yo'qotgan bo'lsa shu yerlarda yana turibdi, kim kilitini bilmadik. Tarqatib qo'yinglar, balki yordam olishim mumkin.